Istiqlol telekanalida tushlikda dasturini jonli efirda tomosha qilmoqdasiz va barchangizga yana bir kere assalomu alaykum deymiz. Kuningiz xayrli bo'lsin. Biz dasturimizni davom ettirar ekanmiz. Navbatdagi mehmonimiz bilan sizni tanishtiraman. Bu iqtidorli qizimiz, mana hozir ko'rib turibsiz, yonimizda sertifikatlar turibdi. Bular haqida alohida gaplashamiz. Demak, Buxoro shahridagi 35-umumta'lim maktabining 11-sinf o'quvchisi Mashhuraxon Ormonova. Mashhura, sizni xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Nega aynan Mashhurani bugun taklif qildik? Birinchidan yaqindagina davlatimiz rahbari o'sha Ko'ksaroyda bo'lgan yoshlar bilan, iqtidorli yoshlar bilan uchrashuvlarida mamlakatimizda juda ko'p iqtidorli yoshlar borligini va bu bilan u kishi haqli ravishda faxrlanishlarini aytdilar va bu iqtidorli yoshlarimiz bu xalqimizni boyligi qaysidir ma'noda, chunki iqtidorli yoshlar qanchalik ko'p bo'lsa agar mamlakat shunchalik taraqqiy etadi, shunchalik rivojlanadi, to'g'rimi? Demak, Mashhuraxon bugungi kunda 11-sinf o'quvchisi, ya'ni bitiruvchi va joriy yilda mana 5 ta fandan ko'rib turganingizdek milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdi. Bu bilan sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Katta rahmat. Sizni xush ko'rdik. Xo'sh, endi ayting, qaysi fanlardan olingan sertifikatlar, qaysi fanlar va necha yil davomida tayyorlandingiz bularni olish uchun? Bu yerda asosiy blok fanlarim kimyo va biologiya, shuningdek majburiy blok fanlarim, ona tili, matematika va tarix fanlaridan sertifikatlarim bor. 9-sinfni boshdan tayyorlanishni boshladim. 11-sinfni o'rtaroqlariga borib, mana o'zingiz ko'rib turganingizdek 5 ta fandan sertifikatga ega bo'ldim. Ya'ni bosqichma-bosqich ularni oldingizmi yo bir vaqtda kurslarga qatnashga to'g'ri keldimi? O'zi kimyo va biologiya fanlarini asosan bir vaqtda boshlaydi ko'pchilik o'quvchilar. Men ham shu qatori olib ketdim. Ketma-ket olindida hammasi. Qiyin bo'lmadimi? Qiyin bo'ldi. Ya'ni bir sutkada necha soat uxlardingiz o'shanda? Boshida juda qiynalganman. To'g'risini aytsam, ko'pchilik ishonmasa kerak. 2 kunda bir uxlagan paytlarim ham bo'lgan. Maktabda borib darsda ozgina uxlab qolardim. Keyinchalik bu sog'lig'imga ham zarar yetkazdi va boshda 3 ta fanni boshlaganligim uchun keyinchalik ingliz tilini to'xtatib turishga qaror qildim. Chunki kimyo, biologiya shundoq ham murakkab fanda, to'g'rimi? Unga tayyorgarlik jarayoni ham ancha vaqtni oladi-da. To'g'ri aytasiz. O'sha jarayonlar qanday bo'ldi? Mana topshirish hayajonlari, umuman qanday bo'ldi mana shu jarayonlar? Juda ham hayajonlanarli. Ishonch bilan bordingizmi? Ya'ni o'sha tayyorgarlik ishonch bilan edimi? Albatta, men ishonch bilan borsangiz ham, DTM binosini oldida yig'ilgan o'quvchilarni ko'rib juda ham hayratlanib, hayajonlanib qolasiz-da. Albatta. Lekin hayajonni yengib, yaxshi natijalarni qo'lga kiritishga harakat qildim. Albatta. Endi bu yutuqlar o'z-o'zidan bo'lmaydi. Ustoz ko'rasiz, to'g'rimi? Ustozlar tayyorlaydi. To'g'ri aytasiz. Turli kurslarga qatnashga to'g'ri kelgan. Albatta, albatta. Shuningdek, mana biologiya fanidan Ahmedov Marjalol va Ikrom va Mohinabonu ustozlarim, kimyo fanidan Boboyev Jumamurod ustozim, ona tili fanidan Cho'liyev Ruhullo va Tohir va Xurshida ustozim, matematika fanidan Yo'ldoshev Shohjahon, Narziyev Og'abek ustozlarim va tarix fanidan Yodgor va Oygul ustozlarimga minnatdorchilik bildiraman. Ular meni rostdan qo'llab-quvvatlashdi, shu natijaga yetib kelishimda ular ko'makdosh bo'lishdi. Mashhura, o'zi qaysi yo'nalishda tahsilni davom ettirmoqchisiz? Kim bo'lmoqchisiz o'z kelajakda? Tibbiyot yo'nalishini davolash fakultetida o'qimoqchiman. Barakalla. Xudo xohlasa, neyroxirurg. Hozir bu sertifikatlar sizga 100% talaba bo'lish imkoniyatini beradi, to'g'rimi? Albatta, necha foiz degani bu? Necha ball degani? 189 ball, 100% dan beradi. Muddatdan oldin talabalik. Mana Mashhuraxon bugun 11-sinfni o'qib turib, muddatidan oldin talaba bo'lish baxtiga erishdi. Oxirgi olgan sertifikatingiz bu tarix fanidan, adashmasam. Yo'q, kimyo fanidan. Kimyo fanidan. Ya'ni eng uzoq tayyorlangan va eng oxirgi olingan. Ozgina qiyin bo'ldi. Kimyo fani ozgina qiyinroq fan. Shunday. O'zi umuman Mashhura tahsil olayotgan sinf ham adashmasdan kimyo biologiya faniga ixtisoslashgan, to'g'rimi? O'zi umuman 35-maktab haqida gapirganda, mana yaqindagina o'sha davlatimiz rahbarining yoshlar bilan uchrashuvlarini bekorga eslamadik. Mana shu uchrashuvda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, biz bir buxorolik yigit Dalir Rahmonov
Rahimov Daler bu xalqaro fan olimpiadalari g'olibi. Sal oldinroq u mana shu fan olimpiadalarida g'oliblikni qo'lga kiritgani uchun 1 milliarddan ortiq o'sha mablag'ni qo'lga kiritgan edi va davlat rahbari bilan uchrashuvda men O'zbekistonga birinchilardan bo'lib Nobel mukofotini olib kelaman dedi. Mana shu Daler ham aynan Buxoro shahridagi 35-umumta'lim maktabida tahsil olgan. Keyinchalik albatta u tahsilni boshqa joyda davom ettirdi, lekin poydevor albatta o'sha yerda bo'lgan. Demak, bu yerda azaldan o'sha eng iqtidorli bolalarni tarbiyalash yo'lga qo'yilgan, to'g'rimi? Maktabingiz haqida gapirib bering. Boshlang'ich ta'lim albatta a'lo darajada yo'lga qo'yilgan. Hozir aytib o'tganingizdek, men ham Rahimov Dalerga havas qildim. To'g'risini aytsam, maktabimizda faxrlandim deng maktabda albatta. Bizga yaratilgan eng katta imkoniyatdan biri bu sinfimizni kimyo biologiyaga ixtisoslashtirilganligi. Ya'ni bizda bir haftada 5 soat kimyo va 5 soat biologiya darslari bo'lib o'tadi. Bu juda katta imkoniyat degani. Va o'qituvchilarimiz bizdan hech qachon yordamlarini ayashmagan. Shu bilan bir qatorda sertifikatda tushadigan qandaydir savollar, ehtimolliklar, shular haqida ma'lumotlar berib, mavzularni tushuntirib o'tishgan. Bundan juda ham minnatdorman. Barakalla. O'zi umuman sinflaringizda ham iqtidorli bolalar ko'pmi? Albatta, juda ko'p. Biz shu sinfimizda 30 nafar o'quvchi tahsil olamiz va hozirda jami 38 ta xalqaro va milliy sertifikatlarga egamiz. Ana bo'lmasam. 30 ta o'quvchida 38 ta sertifikat. Yaqindagina sinfdoshlarim kimyo va matematika fanlaridan ham milliy sertifikatlarni topshirishdi. Hozir ular natijasini kutishmoqda. Xudo xohlasa, yilning oxirigacha, ya'ni o'quv yilining oxiriga qadar 189 ballni egallagan o'quvchilar safi kengayadi deb o'ylayman. Va bir ma'lumotni ham yaqinda o'qidim. O'sha maktabni, sizlarning maktablaringizda o'zidan 5 nafar sizga o'xshagan o'quvchilar muddatdan oldin talaba bo'lgan, to'g'rimi? To'g'ri. Eng hayratlanarlisi ularning 3 nafari 10-sinf o'quvchilar. Hali 10-sinf o'qib turib, ular bugun demak talaba baxtiga muyassar bo'lishyapti. Barakalla. Endi hozir to'xtadimi? Shu bilan sertifikatlar to'xtadimi yo hali ham kurslarda o'qishda davom etyapsizmi? Yo'q, hozirgi kunda til o'rganish zamon talabi bo'lganligi uchun ingliz tili fanini o'rganishni davom ettiryapman. O'zi boshlagan edim. 9-sinfda ozgina og'irlik qilganligi uchun, ya'ni o'rganishimda muammolar bo'lganligi uchun yana hozir davom ettiryapman shuni. Xudo xohlasa, IELTS olishni demak xalqaro sertifikat. Albatta. Endi tibbiyot xodimi uchun bu qanchalik kerak deb o'ylaysiz? Men o'ylaymanki, bu juda muhim. Chunki bizning yo'nalishimizda asosan O'zbekiston standartida o'rganish majburiy emasda vrachlar uchun, ya'ni o'qishga kirish uchun. Lekin men biladigan ko'pchilik o'quvchilar, ko'pchilik talabalar o'qishga kirgandan keyin ham to'xtab qolishmaydi. Albatta, tillarni o'rganishadi. Lekin men ulardan-da oldinroq bo'lib boshqa tillarni o'rgansam, men o'ylaymanki, vatanimiz ravnaqi uchun juda foyda beradi. Bilim almashish uchun, malakalarni almashish uchun. Til bilgan el biladi deyshadi ko'p. Xorijda tahsil olish niyati bo'lmaganmi hech? Niyati bo'lgan, hozir ham kech emas, masalan, til o'rganib, bilim va malakalarni almashish uchun chet elda tahsil olib qaytishim niyati bor. Shunaqa. Demak, malakangizni u yerda ham oshirib qaytish niyatingiz bor, Endi O'zbekistonda bu uchun juda ham katta imkoniyatlar bor. Chunki juda ko'p jamg'armalar bor. Bugun sizga o'xshagan iqtidorli o'quvchilarni barcha xarajatlarni qoplab beradigan dasturlar bor, loyihalar bor, turli xil ko'rik-tanlovlar bor, to'g'rimi? To'g'ri. Bulardan xabarim bor. Men ham ularda xudo xohlasa qatnashni xohlayman. Shu niyatimda bor. Albatta. Lekin hozir siz birinchi bo'lib hujjatni o'zimizni Buxoro davlat tibbiyot institutiga topshirasiz. Shunday. Juda yaxshi. Demak, bizda qisqagina reklama, bizdan uzoqlashmang, so'ng biz Mashhuraxon bilan suhbatimizni yana davom ettiramiz.